Assalomualaikum Digor gipki kamina mana Globoddagi gipki kaminamiz. Fasadni plitkalarimizni bo'ldik. Sokolimizga fasadni plitka urdik. Balandga gipki kaminlardan urdik. Mana ko'rinishi. Mana shu ahvolda. İçkari qismi mana. Ustalar mana yig'ishtiryapti narsalarni. Uyimizda oldi qismi. Asiga mana. Lestnitsalarigacha mana shunday qurib ketdik. Однотонный qoradan sokolimiz. Tomonlarimiz mana. Mana bu tandirxonalarning oldigacha mana bunday o'zimizga olmasiga bo'ldi. Gipki kaminimiz mana fasadni plitkamiz bu. Montana. Bu tomoniga ikki svetlidan urdik, bu tomon однотонный qoradan urdik. Полностью. Kimga mashina mahsulotlar kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar, telefon nomerlari bor. Hammaga rahmat. Like, подпискani unutmaymiz, podelиться qilib o'ramiz.